Bugun 14 fevral Valentin kuni Rimda juda ham katta nishonlanyapti. Ko'chalarda chol-kampirlar bozorlikchalarni ko'tarib bir-biriga yordam berib uyga ketayotganini ko'rsangiz havasingiz keladi. Tezroq qarib qolsaydim deb orasiz. Modomiki bugun sevgi kuni ekan, o'zimizga oshiq odam sifatida o'zimizga bittagina kitob olib bersak bo'ladi. Odatda har bir bayramda o'zim uchun bitta kitob olib, ichiga sanasini yozib, visolaga palonchi bayram uchun sovg'a deb yozib qo'yaman. Kitobga qo'shilib kulasiz, yig'laysiz. Og'ir mavzuli kitoblarni yoqtirmaydiganlar uchun hozirgi o'qiyotgan telbaramanim juda ham mos. Ko'proq ko'ngil kechinmalari tasvirlangan. Masalan, men George Orwellning 1984 kitobini o'qiganimga afsuslanganman. Kitob zo'r, ammo tugagandan keyin oylab ta'sirdan chiqolmaganman. Insonning ruhiyatini sindirib, undan boshqa odam yasashlariga aslo chidolmayman. O'tkir Hoshimovning 2 eshik-orasi asari ham juda ham zo'r kitob, lekin yuragi bo'shlar to'kilib tamom bo'ladi o'qisa. Bugun Bobur bobomizning tug'ilgan kuni ekan, Pirimqul Qodirovning yulduzli tunlarini boshlang. Juda ham zo'r yozilgan. Boburga oshiq bo'lib qolasiz. Tuprog'ingizni, qoningizni yana ham yaxshi ko'rishni boshlaysiz. Anyway, qiziq kitoblar va videolar hali oldinda. Tezgina like bosib obuna bo'ling.